Sultanka tikishimiz uchun bizga kerakli bo'ladigan o'lchovlar: birinchisi bu bel aylanasi, ikkinchisi boks aylanasi, uchinchisi bu shim uzunligi, yon qismidan olamiz va tizza aylanasi. Buni ikkiga bo'lib olamiz. Kiyim uzunligini olamiz. Nuqta belgilaymiz. Ikkinchi nuqtamiz mana bu buksa aylanasini, to'liq aylanani 4 ga bo'lingani. Agar 2 ga bo'lingani 52,5 bo'lsa, yana yarmisi 26 olamiz. 26 cm da topamiz, belgilab. Mana ikkinchi nuqta. Mana shu nuqtadan bu joyga qancha olingan bo'lsa, bu tomonga ham shuncha olamiz, 26 cm. Kvadrat chizib olamiz. Gulfik uchun 4 cm chiqamiz. 4 cm. Va bu tomonga ham 4 o'lchab, mana shu joyni yoysimon chiziq bilan birlashtiramiz. Tepadan 1-1,5 cm pastga tushamiz va mana bu yon chizig'i bilan birlashtiramiz. Mana bu joyda ham 1 cm ichkariga kiramiz. Keyin mana bu masofani 2 ga bo'lamiz, 26 degan joyimizni o'rtasini, shimni o'rta bo'lagini topamiz va to'g'ri chiziq chizib olamiz. Pochasi uchun chiziqni chizib olamiz. Orqa tomonini yopmaymiz. Endi mana bu masofamizni shim uzunligi bo'yicha topish uchun teng o'rtasini topamiz va tepa tomonga 3 cm qo'shamiz. Tepaga ko'tarilamiz va tizza chizig'ini o'tkazamiz. Mana bu joyda 10 cm o'ng tomonga, 10 cm chap tomonga surilamiz. Pastki tomonida 9 qilamiz. Va nuqtalarni birlashtirib chiqamiz. Mana bu tomondagi masofamizni 2 ga bo'lamiz va ichkari tomonga 1 cm surilamiz. Va chizig'imni yoysimon holatda davom ettiraman. E'tiboringizga old bo'lagini chizib bo'ldik. Endi mana shu old bo'lagiga tayanib orqa bo'lagini chizamiz. Orqa bo'lagimiz uchun qizil qalamda chizaman. Mana bu joyda ichkari tomonga 3-5 cm kiraman. Ichkari tomonga va belgilab tepa qismiga yana 3-5 ko'tarilaman. Razmerga qarab kichkinaroq razmerlarga 3, kattaroq razmerlarga 5 qilamiz. Yana bir marta qaytarib o'taman. Mana bu old bo'lagimizning o'rta chizig'idan boshlab ichkariga 3, 5. Mana 3, 5 yozaman va tepaga xuddi shunaqa 3, 5 ko'tarilamiz. Razmerga qaraymiz. Agar bu joyda 3 kirsangiz, 3 ko'tarilsangiz, mana bu joyda 3 qo'shasiz. 5 kirib 5 ko'tariladigan bo'lsangiz, 5 qo'shasiz. 5 cm belgilab qo'yamiz. Buksa chizig'ida xuddi shunaqa 3-5 cm qo'shamiz. Davom etadi. 3-5. Tizzada 2 cm, pochada 2 cm, bu tomonida ham xuddi shunaqa qo'shiladi. 2. Eng muhim joyi mana bu joyda buksamizni 10 ga bo'lingan qismini qo'shamiz. Buksa aylanasini 105 bo'lsa, 10 ga bo'lsangiz 15 bo'ladi. Mana bu nuqtadan boshlab gulfik uchun orqa tomonga 15 chizasiz. 10,5. Va mana shu nuqtalarni hammasini birlashtirib chiqamiz. Orqamizni o'yma chizig'i mana bu oldi chizig'i bilan birga yonma-yon joylashadi. Mana shunaqa birlashtiramiz. Keyin mana bu chizig'imizni teng 2 ga bo'lamiz va oldini qancha kiritgan bo'lsak, orqani ham xuddi shunaqa kiritib olamiz. Yana bitta tekshirib ko'radigan narsamiz, mana bu masofa bilan bu masofa bizda bir xil chiqishi kerak. Shuning uchun lineykada tekshirib ko'ramiz. Mana bu joyda 1,5 cm pastroq tushiladi orqasi. Andazaga e'tibor beramiz. Mana bu joylarda reski pavorotlarni sal yotiqroq chiziqlar bilan chiroyli qilib chizib olasiz va kesishdan oldin e'tibor berib mana shu joylarini to'g'rilab qo'yamiz. Sultanka uchun mana bu kiyim o'rta chizig'idan kengaytirilib, old orqaga bir xil masofa qo'shib olishingiz mumkin. Chizma chizgan paytimizda e'tibor bergan bo'lsangiz, birinchi chizganda old bo'lagini chizib oldim. Mana
ichkari tomonida siyrak chiziq bilan chizildi. Videoni yana bir bor qaytarib ko'rishingiz mumkin. Va o'sha old bo'lagini masofasiga moslashtirib, qizil bilan orqa bo'lagini chizib oldim. Siz andaza qurganingizda mana shu narsani bitta qog'ozga tushiradigan bo'lsangiz, bitta qog'ozga qurib chizib chiqaradigan bo'lsangiz, yoki old yoki orqa bo'lagini kalka qog'oziga tushirib olib, ajratib olib ishlatishingiz mumkin. Misol uchun kalkani qo'yamiz. Katta andazangizni ham chizib olgan paytingizda xuddi shunaqa holatda qo'yib olib, masalan, men oldi bo'lagini tushirib olaman. Andazani tushirgan paytimizda albatta bizga kerakli bo'ladigan tayyor chiziqlarini tushirishga harakat qilasiz. Adashib ketmaslikka harakat qiling. Andazani chizgan paytimizda albatta bo'ksa chizig'i, mana bu joyda bel chizig'i va tizza chizig'ini tushirib olishingiz shart. Chunki kiyimni tikayotgan paytingizda, shimni tikayotgan paytingizda mana shu chiziqlarda kontrolni metkalarimiz bo'ladi. Mana shu metkalarni oldi orqanikini bir-biriga birlashtirib, ko'rib turgan holatda tiksangiz, bir-biridan qochib ketmaydi. Oldi bo'lak va orqa bo'lak qochib ketmaydi. Demak, buni tushirib oldik va hozir kesib olgan holatimizda andazamizni tayyorlab olamiz. Bunda esa faqat orqani kesib olasiz, agar siz kalka qog'oziga chizadigan bo'lsangiz. Mana e'tiboringizga oldi bo'lagini kalkada tushirib olamiz. Mana bu bizning orqa bo'lagimiz. Mana bu old bo'lagimiz. Bundan ikkita detal bichasiz. Va orqa bo'lagimiz. Bundan ikkita detal bichasiz. Ulagan paytimizda shimni yon chiziqlarini bir-biriga joylashtirgan holda mana bunaqa holatda tikiladi. Keyin esa mana bu ichki chiziqlari bo'ylab ulanadi. Eng oxirida mana bu og'i chizig'i bo'ylab ulanadi. Shimni mana shu ketma-ketlikda tikamiz. Agarda siz mana shu bepul darsliklarimizni daftaringizga mana shunaqa holatda konspekt qilib olishni xohlasangiz, mana bu qo'limdagi lineykadan tayyorlab olishingiz shart, masshtab lineykasi va keyinchalik keyingi darslarimizda daftaringizga konspekt tariqasida yozib olishga sizga qulay bo'ladi. Albatta mana shu masshtab lineykamizdan foydalaning va biz ko'rsatgan birliklar bo'yicha daftaringizga konspekt qilib borishni o'zingizga qoida qilib oling. Ko'rayotgan video sizlarga foydali bo'lyapti degan umiddaman. Biz YouTube va Instagram uchun kontentni o'zimiz qilamiz. Montaj, syomka, tikish, darslarni tayyorlash hammasi meni va oyimni zimmasida. Har bir video uchun juda ko'p vaqt, mehnat va kuch ketadi. Sizlarning asosiy maqsadimiz odamlarga foyda beradigan, haqiqiy bilim ulashish. Maktabda o'qiydigan qizlardan tortib, har qanday yoshdagi ayollarga tikuvchilik ko'nikmasini o'rgatib va har qanday paytda tikuvchilik orqali daromad qilishni o'rgatish. Agar siz bizning videomizdan ozgina bo'lsa ham foyda olgan bo'lsangiz va shu yo'limizni bir qismi bo'lishini xohlasangiz, bizni donat bilan qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Donat bu nima? Donat bu sizga foyda berayotgan ijodkor, bloger yoki loyiha uchun kichik qo'llab-quvvatlash. Bizga shu loyihamiz uchun ko'proq vaqt ajratishga, yana ham ko'proq foydali ma'lumot, video kontent yaratishimiz uchun yordam berishingiz mumkin. Oddiy qilib aytganda, rahmat sifatida yuboriladigan yordam. Har qanday summa biz uchun katta yordam. Xoh u 5, 10, 20 ming bo'lsa, imkoningiz kelganicha albatta. Karta raqami ekranda, qo'shimcha yana opisaniyada ham qoldiraman. Agar donat qilish imkoningiz bo'lmasa ham, videoga like bosib, komment yozib yoki yaqiningizga jo'natsangiz, bu ham bizga juda katta yordam. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Bichishdan oldin shim asosini modellashtirib olamiz. Buning uchun o'rta chiziqni oxirigacha kesib olamiz. Kesib olganimizdan keyin bizda ikkita detal hosil bo'ldi. Old asosda ikkita detal va uni endi kengaytiramiz. E'tibor bersanglar, men tepada примерно 5-6 sm ga ochdim. Pastda esa расширение bo'lgan, ya'ni 13 sm ga ochildi pastida. Chunki men tepamda juda ham ko'p ob'yom bo'lmasligi uchun buni bajardim, lekin hozirgi trenddagi sultankalar e'tibor bersanglar, xlopkovый matolardan tikilganlar hammasi tepasida ham ob'yomi ko'p bo'ladi. Agar siz shunaqa qilmoqchi bo'lsangiz, demak siz kengligini bir xil, tepada ham misol uchun 13 sm, pastda ham 13 sm kengaytirishingiz kerak bo'ladi. Hozir videoda biz ikkita old detalini bichib oldik. Mana e'tibor bering, oldini bichayotganda qancha kengaytirgan bo'lsak, xuddi shunaqa orqasida ham kengaytirish beramiz. Choq haqlarini 1-1,5 sm va tepasida обязательно rezinka uchun zapas qoldirishni unutmanglar.
sultankamizni detallarini bichib oldik. Endi tikishga o'tamiz. Bu etapda e'tiborli bo'linglar. Endi tikib ko'rayotgan bo'lsanglar, oldin oldiga, orqani orqaga tikib qo'yish ehtimol katta bo'ladi. O'shaning uchun stolga qo'yib, detallarni bir-biriga bulavkalab olinglar. Hozir videoda shimni o'ng va chap tomonni tikib bo'ldim. Yon va ichki choklarini, undan keyin overlock qilib, keyin esa og'i bo'ylab bir-biriga birlashtiramiz. Bu jarayonda ham qiynalmaslik uchun bulavkalab olsanglar, tikish qulay bo'ladi. Mana shu etapdan keyin hamma choklarga dazmol bosib chiqamiz. Choklarni orqa tarafga qaratib bosamiz. Yon ichki choklarni hammasini orqasiga qaratib bosamiz. Shimimiz bitib qoldi. Mana rezinka kengligida tikib olamiz. Belini rezinka o'tadigan qilib va rezinka o'tkazamiz. Beliga kengroq rezinka ishlatamiz. Pochasiga esa ingichkaroq rezinka ishlatamiz. 1-1,5 sm kenglikdagi rezinka ishlatamiz. Yana aytib o'tib ketaman. Bu aynan men tikayotgan, men xohlagan dizayn fason uchun. Pinterestga kirsanglar, pochasida manjetlar qilishgan, kengroq rezinkalar ham ishlatishgan. Menga vizualni ingichkasi yoqqani uchun ingichka qildim. Beliga xuddi shunaqa yoki rezinka yoki poyez qilsanglar bo'ladi. Bu sizlarni воображенияларga bog'liq. Rezinkani o'tkazgandan keyin tikib qo'yamiz. Ochiq qolgan joyini ham tikib qo'yamiz va sultankamiz tayyor. Sultanka mana shunaqa ko'rinishga ega. Kitayskiy stildagi top bilan stilizatsiya qildim. Fikringlar bo'lsa, savolinglar bo'lsa, hammasini kommentariyada kutib qolaman. Video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Keyingi darsliklarimizda ko'rishguncha xayr.